Yaqinlarim, assalomu alaykum. Hammalarga salomlar bo'lsin. Qaranglar, suv oqib turibdi. Shu xonadon sotilayotgan ekan. Общий 8 soti 8 ta xona ekan, 2 talab darvozasi bor. Mahallani qaranglar, kengligini. Zo'r mahalla ekan. Startoviy narxini $115,000 so'ralyapti. Kami bor. Orqa tarafi orqada suvgacha ekan. Hujjatda 8 soti gaz, svet, hujjatlari hammasi zo'r ekan. Mana remontlari bor. Tepada 6 ta xona, 3 tasi bitgan. 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi. Shaxsan sizga ham shunaqa uy-joylaringiz bo'lishini xohlaysizmi? Ani arendalarda charchadingizmi 20 yil, 30 yildan beri? Alloh menga ham shunaqa joylardan nasib ayla deb yozib yuboring. Allohga oson. Allohu akbar. Har bitta obunachimga nasib aylasin. Kiraverishda mashina turadigan joy, gazlari ana cho'tchilarigacha turibdi. Yuringlar. Hovli zo'r. Bu yerda 2 ta xonasi bor. Mana G'alaba ko'chasi 11-xonadon ekan. Mana zo'r, bir chekkadan ko'rsatamiz. Yuring, operator, pastda egasini nomeri, любой taklifinglarni qilaveringlar. Любой yo'lga yuraman deyaptilar. Ana egasini o'zi ham shu yerda turibdilar. Zo'r inson ekanlar. Qaranglar, bu yerda darvozaxona, balangina, bemalol balandligini qaranglar. Davlat standarti o'zi 4,5 metr bo'lsa, bu yerda bir 6 metr. 2 ta furalar ham kirib ketaveradigan ekan. Balandligi zo'r. Tega 100% podvol. Bemalol любой sexla qilsanglar bo'ladi. Nima sex qilsak bo'ladi desa, olganinglarni so'ranglar. Ani oyiga $3-4 ming kelib turadigan sexlar o'rgatamiz. Yuringlar, bu yoqlarni ko'rsatamiz. 3 ta xona. Pishgan g'ishlardan bitgan. Bitta asvejit qilib yuborish kerak. Kelinglar-da, savdalashinglar. 80 ga ber, 70 ga ber, 100 ga ber deb savdalashinglar. Ana 3 ta xona. Bu yoqda remonti yo'q. Hozir bu yoq tarafda 3 ta xonani remonti bor ekan. Yaqinlarim, sizlar ham shunaqa uy joylaringlar sotmoqchi bo'lsanglar, ani banner ilib, yo qaysi maklerga aytaykin, necha foiz olar ekan, kimni chaqiraykin deb o'tirgan bo'lsangiz, tepada nomerlarim. Bekorga meni ko'rmayapsiz siz. Yordamim kerak sizga, aniq bilib turibman. Tepadagi nomerlarga tortinmasdan aloqaga chiqinglar. Yuringchi operator, oyoqlarni yechib, mana bu yoqlarni remontlarni qilib qo'yganlar. Qayerda ekan bu xonadon? Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, Xalqobod mahallasi, G'alaba ko'chasi. Mana 11-xonadon. Общий где-то 15 soticha joy. Hujjatda 8 soti. Qani, mana 3,5 metrga 4 metrli pechkalari, hamma narsasi bor joy ekan. Pastda egasini nomeri, telefon qilinglar-da, unda savdalashib, barakalashishni o'rganinglar, yaqinlarim. Hozir pastlarni ham ko'rsatamiz. Sanuzel xona, suv, gaz, svet muammo emas ekan. To'xtamaydimi gaz, svet? Umuman, qani davleniyasini xalqqa mana qaranglar. Mana. Suv bor. Hozir yoz payt. Hozir yoz payt. Bu oshxona. Oshxona ham bu yoq. Ana, shuni bir ko'rsating. Gaplashinglar, savdalashinglar. Orqa tarafda mol xonalari. Hammomi mana ko'rsatib qo'yamiz. Ozoda, top-toza, kafelangan. Mana kiringlar, men sizlarga bitta narsa ko'rsatib qo'yaman. Mana qaranglar, mishoklari ham bor ekan. Ba'zilar qanasini qaqqa borsangiz, sportivniy mana shunaqa zali bor. Erkak kishining uyida bu narsalar bo'lishi kerak. Bo'lmasa ko'p hozirgi yoshlarni slabi zvino bo'lib ketgan. Shunaqa jonini yaxshi ko'radi, sal narsaga ham kreditga yuguradimi, qarzga yuguradimi, shunaqa yoshi ko'p. Mana hamma yoq zo'r. Bu yoqda mol xonalari bemalol qani. Kirinchi operator.
Mana molxonalar, o'sha orqa tarafda ham. Mana qaranglar, suv joylar. Короче, kelib gaplashib olib qolinglar. Biz